Alaykum. Attestatsiyaga ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Demak, Chrome brauzeriga pedagog.uz.edu.uz deb yozamiz hamda qidiruv tugmasini bosamiz. Xo'p, saytga kiriladi. Saytga kirilganidan keyin kirish tugmasini bosamiz. Demak, bu yerda login parollarimizni kiritishimiz kerak. OneID orqali kirilyapti. Demak, login parolni kiritishimiz kerak va ko'pchilikda hozir login parolni yangilang deydi. Login parolni yangilash so'ralganda login parol yodingizdan chiqdimi? Mana shu ko'k yozuv ustiga bosamiz. Gsheer bilan raqami kiritilishini so'raydi. Gsheer va raqamni kiritganingizdan keyin SMS keladi. SMSdagi kodni kiritasiz. Login parol yangilanadi. O'sha sizga SMS bo'lib boradi login parol. O'shani kiritasiz bu yerga. Xo'sh, men hozir o'zimnikini kiritaman. Login parol bilan kirib olganimizdan keyin mana shunday oyna ochiladi. Demak, login parol terib kiramiz va mana shu oyna ochiladi. Biz bu yerdan murojaatlar degan joyga bosamiz. Xo'sh, murojaatlarni bosganimizdan keyin murojaat yuborish degan joyga bosamiz. Xo'p, demak, murojaat yuborish bosilganidan keyin mana bu yerda tanlovlar, demak, malaka toifasi to'g'ridan-to'g'ri, malaka toifasi avgust-dekabr oyi uchun va ishga qabul qilishlar. Demak, bu yerda malaka toifasi avgust-dekabrni tanlab olamiz va keyingisi tugmasi bosiladi. Xo'p, ushbu tugmani bosganingizdan keyin kerakli diplomni kiriting deyilyapti. Albatta, sizda nechta diplom bo'lsa, keraklisini belgilaysiz bu yerda hamda keyingisi tugmasi yana bosiladi. Diplom tanlanib keyingisi bosilganidan keyin ushbu oyna ochiladi. Demak, siz bu yerga ta'lim yo'nalishi, hudud, tuman, muassasa kabilarni kiritib chiqishingiz kerak. Xo'p, demak, tanlovlar bo'yicha maktabgacha ta'lim, umumta'lim markazlari. Demak, umumta'lim markazlari. Hududni tanlang deyilyapti. Samarqand, tuman, muassasa kabilarni demak tanladik. Keyingisi tugmasini bosamiz. Keyingisi tugmasi bosilganidan keyin demak, bu yerda test topshirish tili, ventilator, amaldagi toifa, attestatsiya turlarini tanlab chiqamiz. Demak, ustiga bosganimizda o'zi tanlov chiqadi. Demak, fan sifatida. Demak, fanni, tilni, amaldagi toifani bu yerga kiritamiz. Demak, toifani navbatdan tashqari yoki majburiy tarzda bo'layotganligi hamda imtiyozlarni belgilab, keyingisi tugmasi bosilganda bu yerda fayl yuklash joyi chiqadi, qo'shimcha fayllar. Xo'p, demak, keyingisi tugmasini bosamiz. Demak, keyingisi tugmasi bosilganidan keyin pastiga tushsak, arizani yuborish degan joy chiqadi. Demak, yuborish tugmasini bosamiz. Xo'p, ariza yuborildi. Mana to'lov jarayonida bo'lib turibdi. Endi to'lovni amalga oshirishimiz kerak. Xo'sh, demak, 185.000 so'm, 185.400 so'm. To'lovga o'tish tugmasini bosamiz. To'lovga o'tish. To'lovga o'tish tugmasi bosilgandan keyin o'zi mana shu yerga o'zimizning kartamizni amal qilish muddatini kiritib, davom etish tugmasini bosamiz. Demak, mana davom etish tugmasini bosganimizdan keyin bizga avtomatik ketadi. O'sha karta ulangan raqamga kod boradi. Aynan belgilangan summa yechib olinish bo'yicha. Demak, mana SMS kodni kiritganimizdan keyin avtomatik 185.400 so'm yechib olindi. To'lov qilindi.